Assalomu alaykum, aka-ukalar, jigarlar. Mana xudo xolasa, hozirda Xorazm viloyati Xiva shahrida joylashgan Ichan Kalani ichidagi mehmonxonalarning biridamiz. Bu yerda videoga olishimizning sababi xabaringlar bor. Sevindik degan ukamizni xullas umra ziyoratiga yo'lga tayyorlab bu yerga olib kelib bugun sayohat qildirdim. Bu akalar bilan bu yerda ko'rishib qoldik. Akalarimiz Namangan shahridan ekan. Namangan Minbuloqdan ekan. Bu akalar bilan mana vodiycha mastava qilyapmiz, ichyapmiz. Hali vodiycha osh bo'lgan, ha, akalar. Shirin bo'lgan bo'lsa kerak ekan, yo'q edim. 78-yil aka sinfdoshlarga mana men qoyil qoldim. Mana maladeslar aka. Endi qolganlar chet elda bo'lsa kerak-a? Ha, chetda. Hali xotinidan qo'ymaydiganlar uyda. Ha, to'g'rimi? Chetdagi xizmat o'rtoqlarimiz ham xudo xolsa ko'rishadi. Inshaalloh. Ha, ko'rishsa bir ne o'zlari bir alam bo'ladi. Bizlar boshqa bo'lar ekan. Bulogun aka bilan Ilohim. o'tirib mastava ichadi deyishadi. Mana. Hammaga nasib qilsin. Maqsad bu yerda xotinidan qo'rqadiganlarni reklama qilish emas. Birozda sinfdoshlar mana necha yil oldi aka bitirganinglarga? 30 yil bo'libdi. Mana bitta bola tug'ilib, uylanib, bola chaqali ham bo'lib, o'sha nevarali ham bo'libdi, qiz bola bo'lganda aka, to'g'rida. Mehr oqibatinglar aka hech qachon uzilmasin aka. Mashinday bo'linglar aka. Ilohim. Mana hammamizni shu akalarga o'xshab 278 ga kirganda ham sinfdoshlar bilan ko'rish nasib qilsin ilohim. Hammaga omad. Mana shu Namanganlik akalar bilan ko'p joyda ko'rishamiz-da aka. O Samarqandda darvoza qiladigan ukalarimiz ham bor. Tuyalar bilan birga olib kelishib, rosa mehmonlar qilishgan ukalar. Chortoqdan tuyani almashtirganimda Namangan Chortoqida qo'yni junini oladigan ukamiz bor ekan, tuyani junlarigacha olib chista qilib beruvdi aslida bola ham. Biraz zo'r qilib mana qilgan. U yerda baliq sotadigan ukalar bor. Namanganda tanishlar ko'p. Uychi degan joyda bitta ukamiz ham umraga borib keldi. Xudo xolasa hammamizga shu sinfdoshlar bilan o'tirish nasib qilsin.